bitta keyslarni ko'rdik. Lekin Xudoga shukr 38 millionlik O'zbekiston uchun bu donabay holat. Shuning uchun biz ham bu larzaga keltirdikki, bu biz umumiy madaniyatimizga to'g'ri kelmaydi. Biz doim mana aytamiz, biz bobolarimiz kim, biz kimni merosxo'rlarimiz. Men o'ylaymanki, shu endi holatimizni e'tiborga olishimiz kerak va O'zbekistonni bugun juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Faqat ko'r odam ko'rmasligi mumkin. Qaysi ma'noda aytdimki, ichida g'ayrligi bor, hasadi bor odam. Shuning uchun o'ylaymizki, mana shu hozir to'g'ri fikrlar bildirildi. Biz yaxshi jihatlarimizni ko'p ko'rsatishimiz kerak. Ko'p gapirishimiz kerak. O'sha odamlar qozonga yursa qora yuqishini bilish kerak. Bitta mahallada bilamiz o'zi bu gapni biz hozir bu auditoriyaga yetishimiz ham noto'g'ri. Buni uyushmaganligi yetish kerak, jinoyatga moyilligi yetish kerak. Tabiatida shunga nimaligi bor yetish kerak va o'ylaymanki, mana shu yoshlarimiz chet elga chiqqanda bilish kerakki, ular kimni farzandlar, ular qaysi yurtdan keldi. Agar bilasizlar Samarqanddan bo'lsa, hamma kimni eslaydi? Imom Buxoriy bobomizni eslaydi. Qashqadaryodan bo'lsa Amir Temur bobomizni eslaydi. Toshkentdan bo'lsa Kaffol Shoshini eslaydi. Har bir mintaqamizda, agar Surxondaryodan bo'lsa Termiziy ikki bobomizni eslaydilar. Shuning uchun o'ylaymanki, biz borganimizda bizni qanday tariximiz bor 3,5 yillik. Biz kimlarni farzandligimiz va shu millatimizga bir dog' tushirmaslik uchun juda harakat qilishimiz kerak. Va shunday bir ikkita holatlar bo'lsa, mana hozir huquqshunoslar ham o'tiribdi, ularga qonun, jinoiy kodeks juda keskin baho berish kerak. Toki bizda bularni endi nima bo'ladi? Bu bolalarning qismati o'sha Birlashgan Arab Amirliklari turmada o'tadi. Ularning iqlimi juda og'ir, sharoiti og'ir. U yurtida ham bo'lmaydi. Ota-onasi ham har oy xabar ola olmaydi. Va biz bugun ko'proq oqibatlarini gapirishimiz kerak. O'sha mamlakatdagi turmalardagi qanday vaziyat, o'sha yerda 10 yil o'tirishi o'zi bo'lmasligi, bu ota-onasi ham azob. Bu bitta jinoyat uchun bu bolalarni oilasi azoblanadi, farzandi azoblanadi. Va yana bir gap hali aytdinglar, men shunga bar qo'shimcha qilmoqchi edim. Bugun ko'pchilik mana O'zbekistondan chiqib boshqa joyda ish qidiryapti, lekin shu bilan birga O'zbekistonga Bangladeshdan kelib odamlar ishlayapti. Qishloq xo'jaligida. Biz bugun o'zimizdagi rizqimizga o'zimizcha nafsimiz to'ymayapti-da. Chet elga borib ham deyarli shu pulni olyapmiz. Ijaraga to'layapmiz, yeb ichyapmiz. Pulni arzimagan qismini bu yerga jo'natyapmiz va bizga go'yoki bu umrimiz yaxshi o'tyapti. Lekin umrimizning katta qismi xorijda o'tyapti. Bizsiz bizni qizlarimiz, o'g'illarimiz katta bo'lyapti. Ularga tarbiya berish faqat onaning vazifasi emas. Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman. Otani ham 50-50 bu. 50-50. Otalar qaytib kelish kerak. Shu qizlar ertaga birovni xasmi yerga tegib ketadi. 20 yoshdan buyoq yerga tegadi. Xotirasida nima qoladi? Xafa bo'lmasin, o'zimiz yurtimizda ham ish ko'p, lekin bu yerda biz ish tanlaymiz. Unchuncha ish qilmaymiz, Amerikaga borib hojatxonani ham tozalashga tayyormiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, o'zimizni yurtimizni orzu qilib o'tib ketgan boburlar bor, mashrablar bor. Bobur aytdi, Andijonim qoldi mening, Andijonim qoldi mening. Yurtiga qayta olmadi butun umr. 47 yoshda boshqa yurtda qirol bo'lib o'lgan bo'lsa ham yoki Buxoro amiri, ular faqirlarga, fuqarolarga havosi keldi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim, yurtimizning qadrini biz bot mana ustozlar o'tiribdi, singdirishimiz kerak. Xulosada bitta qo'shimcha boshqa joyga qo'shib qo'yasizlar. Hali singlimiz Shanba degan gap menga yoqdi. Men bitta millat tarixini gapirib beraman. Yahudiy millatida dunyoda bor yo'q to'qiniki 12 million millat bor Yahudiy. Lekin 168 Nobel mukofoti sovrindori. Eng ko'p brendlarning asoschilari yahudiylar. Biz musulmonlar 1.8 milliardga yaqinlashdik. Lekin 3 ta bizdan olim chiqmagan Nobel mukofoti sovrindori. Sababi nima yahudiylar oldinda desam, ularda shanba kuni shabat deydi, mehnat qilmaydi, hech narsa qilmaydi, o'tirib tarixini gapiradi, qarindoshini gapiradi, urug'ini gapiradi, bir-biriga yordami gapiradi, bir-birini dunyo bo'yicha qo'llashni gapiradi. Biz ham bugun shanba kuni bo'ladimi, bozor kuni bo'ladimi? To'g'ri aytdingiz, bozorga chiqib likillamasdan, faqat tog'ga chiqib ketishga emas, somsa yegani yo palon qilgan, kabob yegani. Biz nafsimiz juda shataloqotdi oxirgi payt. O'tirib oilada To'lqin aka kartoshka palov yerdik, esizdami? Oddiy non palov yerdik, Farida opa. Oddiy uyda qilingan ikkita somsa bo'lardi. Shuni aytmoqchimanki, bolalarni birlashtiradigan bu pizza emas, o'zimizning mantimiz bor, o'zimizda uyda go'sht bo'lmasa bo'ladi shu holat. Bo'lgan, bizning oilada bo'lgan. Bizda nima qilib berilardi? Xamir hasb. To'g'rimi? Non palov qilib berilar. Gap go'shtda ham emas. O'tirib, lekin go'sht bor, yeyapmiz, Xudoga shukr. O'tirib bir dasturxon qilib, bir chiroyli o'zimiz o'tirib gaplashsak. Mana masalan, kim bugun bolalasiga gapirib beradi? Abdulla Qodiriy kim? Jaloliddin Menkburni kim? Manguberdi emas, Menkburni. Beruniy kim? Ibn Sino kim?
Termiziy kim? Ikkita Termiziy bor. Bir-biridan nima hech kim gapirmaydi. Hech kim. Bu kechirasiz faqat mana bu yerda o'tirgan bizni qora ko'z, bizni o'qituvchilarning vazifasi emas. Shu ota-onalar ham o'zi bugun Wikipedia bor, Google bor, ChatGPT bor. Bolasiga tema qil, bitta shambi suhbatlash. Keyingisiga boshqa. Bolang bilan gaplash. Eng katta baxt bu gaplashish, bu kommunikatsiya. Shuning uchun bugun bolalarimiz uzilib qolyapti. Lekin bugun yurtimizda shuncha o'zgarish. Mana bugun hozir Jamila opam, hamma o'zi fikri bor. Men hamma fikrni hurmat qilaman. Chet elga chiqarmaylik deyaptilar. Bu yerda biz falon jazolilik deyapmiz. Erkinlikni qadriga yetish kerak, hurriyatni qadriga yetish kerak. Hurriyatli jamiyatda buyuk inqiloblar va yaxshi ma'noda aytaman, buyuk o'zgarishlar bo'ladi. O'zbekiston esa bugun mana shunday butun dunyo qaragan. Hozir bizga butun dunyo qarab turganda, butun dunyo O'zbekistonning islohotlarida. Mana kecha Varshavaga bordik, Parijda, Malayziya, ertaga Hindistonga ketyapmiz, hamma O'zbekistondan keldi desa o'rab oladi. Nima o'zgarish, qanaqa biz ko'ryapmiz deydi. Iqtisodlaring o'syapti. Samarqand bor, Buxoro, Xiva bor. Biz borganda bu bolalar mana to'g'ri to'lqinga ketdi. Buni hadeb balki ko'rsatish ham kerak emasdir. Chunki kimdir olib uni taqlid qilgisi keladi-da. Lekin afsus shunday maymun sifatlar ham bor. Lekin ular donabay. Donabay, bitta duragoy chiqib qolgan shunaqa. Bunga ota-onasi qaramagan, bunga bir loqaydlik yoki bu chakib olgan bu bolalar. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bugun biz Alisher Navoiy bobomiz aytgan, yaxshi insonning vazifasi yaxshilik qilish. Biz kim bir-birimizga ko'zgu bo'lishimiz kerak, oynak bo'lishimiz kerak. Bir-birimizda kamchiligimiz bormi? Nasihat qilish bu bizning huquqimiz va burchimiz. Ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Men o'ylayman shunda jamiyatimiz o'zgaradi.